Svarshik nomer 1 va bitta shedevrimiz yana. Mana bu shofni qaranglar. Padduf bilan svarka qilgan shogirdimiz Qoraqalpog'istondan kelgan, faqat qora temir teskili svarka qilib yurgan. Padduf qilmagan umuman. Tushunasizlarmi? Bizani o'quv kurslarimizda qay darajada o'zingizda xohishingiz bo'lsa 2 soatdan kelib mana shu padduf qilmay yurgan odam hozir bittada padduf qilib berdi. Ichini qaranglar. Silliq. Bitta ham pora yo'q. Zamoklari cho'tki. Ustini qaranglar, jigarlar. Yevropadan boru qolishmaydi bu. Mana buni qaranglar. Zo'r gap yo'q. Ichini ko'ryapsizlarmi? Ichida yo'rjiklari yo'q. Gladki. Qoraqalpog'istondan kelgan shogirdimiz. Ko'rdinglarmi? 2 soatdan o'rganib padduflarni ham hozir umuman padduf qilmaganda, hozir padduf qilishni ham o'rganyapti.